Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari, xolodilnikka qiziqqan ko'kalar. Hammaga assalomu alaykum, uzoq yaqindagilar. Bu galgi manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol shaharchasidamiz. Akmal akaning xonadonlarida, shu yo'l yuzida o'zining magazinlari ham ko'pchilik bilsa kerak. Почти hamma bongo'lari 004 nomeri taniganlar uchun mabodo. Shu joyda xolodilnik qilib berildi. 11 ga 6 balandligimiz 4,5 metrli. Devorlarimiz pinopoliuretan. Bular panellarni Toshkentdan oldik. Zambolari temir, 04 list. Toshkentdan o'zlari olib keldilar, aniqrog'i. Menga yaqinroq deb turib, hop, motorimiz 15 ta ot kuchli. Gold firmaga tegishli. Bu Gold BR ikkitasi bitta kompaniyadan chiqadi. Bu Gold 120 ta fen agregatimiz chiroyli holatda yig'ilgan. Hozir ichkaridagi harorat -1 gradus 1-2 desa ham bo'laveradi. Hop, eshiklarimiz Samarqandniki, Ekopromniki. Xolodilnik kameramiz, xudo xolisa mana chiroqlarni ham qo'yib berdi, chunki klient to'g'risi qiynaladi. Harorat juda zo'r, mo'tadil. Isparitelimiz alyumin korpusda. Kaydeli firmaga tegishli. Suvni pastga tushirib berdilar, chunki olmaga suv yurmayman, shunday suv ichida qolaversin deganlar uchun qoldi. Hali bir qator stajga qilganlarda, stajga qilinishdagi iloji boricha xatolikka yo'l qo'ymaslik kerak. Hop, Penaflex, salafan, tibasdan iloji bo'lsa, yeringiz agar yaxshigina bo'lsa, oltili panjara tashlangiz bo'ladi. Agar yeringiz cho'kishga moyilligi bor joy bo'lsa, ferma qilib to'qigan yaxshiroq bo'ladi. Armatura bilan 12 limi, 14 limi xohishdan kelib chiqib, hamma ham cho'ttaga qarab ish qiladi. Shunaqa imkon qadar pinopoliuretandan qiling. Bu joyda ham juda ko'p maslahatlar bo'lgan. Pinopolistrol juda ham arzonlarni aytishgan. Bularga aytdimmi? Yo'q. Oke, elektr energiyani yildan-yilga narxi ko'tarilib boryapti. Shu sababdan imkoningiz boricha pinopoliuretandan qiling. Tokdan ham yutasiz. Mana qay holatda, misol bemalol yozda issiq kunlarda ham bizning klimatimizda bilasiz, issiq. Hozir u kuz qishlarda bu bilinmaydi. U agregat ishlayveradi. Lekin bunaqa mana yozda chillasida, misol deylik 50 gradus bo'lib ketgan holatida bu motorlar yaramay qoladi, chunki issiqlikni o'tkazib yuboradi. Ya'ni ham bu unchalik quyoshli joyda emas, salqin joyda. Atak agar quyoshli joyda bo'lib qolsa, misol pinopoliuretan unaqa issiqlikni, sovuqlikni o'tkazishga moyilligi yo'q. Pinopolistrolda bor. Uni to'g'ri holatda ham qo'yib suv quysangiz, suv o'tib ketib qoladi. Suv o'tib ketib qolgan narsa havo o'tmasmidi? O'shaning uchun endi uni ham plotnosti yuqorilari bor, salqin joyga. Salqin joy bo'lmasa, quyosh tushib turadigan joy bo'lsa, sizlarga umuman tavsiya berilmaydi. Chunki topgan pulimizni tokka sarflab qo'yishimiz mumkin. Shu sababdan imkon qadar pinopoliuretandan qiling. Endi imkoniyatingizni siz bilasiz. Biz turib misol gapiraveramiz. Endi albatta yaxshi maslahat, yaxshi narsa sizga ilinamiz. To'g'risi, qolsa o'zingiz uyingizda qoladi. Kimdir buni olib ketmaydi. Oqini qilinsa ham, o'sha sarig'ini qilinsa ham o'sha narx olinadi. Ahamiyat lekin tokdan yutilsa, mahsulotlar chiroyli chiqsa, hammamizga ham xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Mana Gold. Hop, qaytadan bilib olamiz. Tebasida mana yozuvlar. Endi biz ko'rinishga qarab bilamiz, lekin endi klientlar uchun ilm sifatida mana 15 ta ot kuchli, kilovatiga keladigan bo'lsa 10,5 kilovatli bo'ladi. Shu holatda bo'ladi. Kondensatorlari komplekt holatda 120 ga ichkaridagan 120 bo'ladi. Iloji bo'lsa buni kattaroq qilib olsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Endi komplekti shu. Agar yo menga pazakas bo'lsin desangiz, u komplektni qarab, yig'ib kattaroq qilib berilaveradi, klimatimizga moslab. Shunaqa holatda xudo xolasa, eshiklarimiz 120 ga 220. Kimga shuna xizmatga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilayotsin, inshaalloh xizmatdamiz. Har qanaqangi holatda ham, har qanaqa sharoitda ham inshaalloh chiroyli qilib bitkazib, ishingizni bajarib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, Alloh salomat qilsin.